Kuni kecha poytaxtimizda yana bir avtomobilning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Undan so'ng UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyati yangi avlod Chevrolet Tahoe 2025 avtomobillari sotuvi boshlanganini ma'lum qildi. Chevrolet Tahoe High Country bu afsonaviy yangi avlod bo'lishi bilan birga to'liq o'lchamli yo'l tanlamaslar segmentida eng yuqori darajani belgilaydi. Har bir detalda ishonch va nufuzni qadrlaydiganlar uchun ishlab chiqilgan model taqdimotidan muxbirimiz Abdulhamid Hasanov so'z yuritadi. Yangi Chevrolet Tahoe High Country ulkan, jasoratli va to'xtatib bo'lmas. Ushbu model 6,2 litrli hajmga ega V-simon shakldagi 8 silindrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 10 pog'onali avtomatik transmissiyaga ega. Bular Tahoe'ni 420 ta ot kuchi bilan ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfida yuqori tejamkorlik beradi. Shu bilan birga, bu ulkan mashina tablosida 8 soniya ichida 100 km/soat tezlikni ko'rishingiz mumkin. Avtomobil to'liq yuritish tizimi va yangi moslashuvchan pnevmatik osma bilan jihozlangan bo'lib, Tahoe oilasidagi eng yirik 24 dyumli g'ildiraklar bilan murakkab yo'l sharoitlarida ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Yangi Tahoe 2025 xromlangan elementlar, ko'zga tashlanuvchi radiator panjarasi, animatsion chiroqlar va panoramali tom bilan jihozlangan. Haydovchi va yo'lovchilar qulayligi uchun avtomatik ravishda chiqadigan zinapoyalar va yukxona eshigini kontaktsiz ochish tizimi ham bor. Ajralib turuvchi High Country so'zi va emblemalari bejiz qo'shilmagan bu modelga. Bu avtomobil yuksak darajada eng yuqori sinfda bo'lgani uchun High Country. Ushbu model avvalgisidan qariyb 100 ot kuchiga kuchliroq. Salonda 7 yo'lovchi uchun joy mavjud bo'lib, yuqori unumdorlik va qulaylik uyg'unlashgan. Bu yerda biz avvalgi modelga nisbatan bir nechta o'zgarishlarni ko'ramiz. Demak, bu hashamatli toifa avtomobili. Bu hamma joyda shunday, hatto Amerikada ham. Raqamlashish, zamonaviylik va displeylar zamonida Chevrolet kompaniyasi ham unutmagan bu masalalarni. 11 dyumli displeyga ega raqamli qurilmalar paneli HDAP proyeksion displey bilan uyg'unlashishi ma'lumotlarni bevosita haydovchining ko'rish maydonida aks ettiradi. Bu esa boshqaruv jarayonida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ekran va displey bilan bog'liq dunyo standartlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydigan 17,7 dyumli sensorli ekranga ega axborot ko'ngilochar tizimi ham kiradi bu ro'yxatga. 10 ta tovush kuchaytirgichli Bose Premium audio tizimi esa alohida qulaylik musiqani sevuvchilar uchun. Ikkinchi qator yo'lovchilar ixtiyoriga ham iqlim nazorati va 2 ta 12,6 dyumli ekranga ega ko'ngilochar tizim o'rnatilgan. Uchinchi qator o'rindiqlar ham keng bo'lib, bu yangi Tahoe'ni oilaviy sayohatlar va biznes transferlar uchun eng ideal tanlovga aylantiradi. Yangi Chevrolet Tahoe 2025 High Country. Avtomobilning tavsiya etilgan chakana narxi 1 milliard 464 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Sotuvlar 2025 yil 11 sentyabrdan boshlanishi rejalashtirilgan. Uni rasmiy Chevrolet dilerlaridan yoki savdo.uzavtosanoat.uz sayti orqali onlayn xarid qilish mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar UzAvto Motorsning raqamli kol markazlarida. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Bekzodjon Zokirov, Toshkent.